بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. الله تعالى قرآن الكريم دا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ dedi. Biz sizlarni yomonlik bilan va yaxshilik bilan imtihon qilamiz va sizlar bizga qaytarilasizlar dedi. Yomonlik bilan va yaxshilik bilan imtihon qilamiz derkan Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhu ushbu oyatning tafsirida نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال deb tafsir qilganlar. Ya'ni bu oyatning ma'nosi sizlarni qattiqchilik bilan va yengilchilik bilan imtihon qilamiz. Sog'lik berib imtihon qilamiz va kasallik berib imtihon qilamiz. Boylik berib imtihon qilamiz va faqirlik berib, muhtojlik berib imtihon qilamiz. Halol bilan imtihon qilamiz, harom bilan imtihon qilamiz. Toat bilan imtihon qilamiz, ma'siyat bilan imtihon qilamiz. Hidoyat bilan imtihon qilamiz va zalolat, adashishlik bilan imtihon qilamiz deb tafsir qilganlar. Og'irlik bilan imtihon qilishi ma'lum. Alloh taolo ba'zi bir musibatlarni beradi, qiyinchiliklarni beradi, imtihon qiladi. Yengillik bilan imtihon qilish Alloh taolo kengchilikni beradi, yengil hayot beradi. Inson rizqini yengil topadi. Erishaman degan narsasiga yengil erishadi. Alloh taolo bu yo'l bilan sanaydi uni. Shukr qiladimi yo kibrga ketadimi? Yo men uddabironman, aqlliman, o'zimni ishbilarmonligim bilan, aqlim bilan topayapman deydimi? Yo Allohga shukr qilib, ne'matlariga shukr qiladimi? Sihhat bilan imtihon qiladi Alloh taolo, salomatlik bilan. Kasalmand insonlarga rahm shafqat qiladimi? O'zini Alloh taolo berib qo'ygan sog'ligiga shukr qilib, kasal qiynalganlarga yordam beradimi? Yordam qo'lini cho'zadimi, yo'qmi? Shukr qilgan inson o'zidan zaiflarga yordam qo'lini cho'zishga urinadi. Kasallik bilan imtihon qilishi, Alloh taolo kasallik beradi, bu sabr qiladimi, yo'qmi? Yo sog'lom odamlarni ko'rsa hasad qilib, kuyinib, nimaga unday, nimaga bunday, nimaga ular sog'lom, men kasalman deb xuddi ular aybdordek Allohning bergan bir imtihoniga sabrsizlik qilib, boshqalardan hasad qilib, ichidagina har xil nimalarni saqlaydimi? Yo bu Allohdan ekan, Alloh shuni istabdi ekan, orqasida bir xayr, hikmati bordir deb sabr qiladimi? Boylik bilan imtihon qiladi. Alloh taolo bu boylikni bergandan keyin inson unga shukr qilib haqqini ado qiladimi? Fuqarolarga yordam qo'lini cho'zadimi, yo'qmi? Faqirlik bilan imtihon qiladi. Boylardan hasad qilmasdan, noto'g'ri gumon qilmasdan Alloh taoloni taqdiriga rozi bo'ladimi? Yo nima uchun men faqirman, nima uchun menga bermading, palonchiga berding deb Allohga isyon qiladimi? Imtihon bular hammasi. Halol bilan imtihon qiladi. Alloh taolo halolni bergandan keyin halolni qadriga yetish kerak. Alloh taolo haloldan bergan narsa, moli dunyosi bo'lsin, yo ahli ayoli halol unga. Alloh taolo nikoh bilan halollab berdi. Uni o'zini haq huquqi bor. Haq huquqini beradimi? Uni haqqini, huquqini o'z o'rniga qo'yadimi, yo'qmi? Qadriga yetadimi, yo'qmi? Va harom bilan imtihon qiladi.
oldidan haromni chiqarib qo'yadi, qani shuni oladimi, yo'qmi? Birovni haqqini yeb ketadimi, yo'qmi? Oldidan bir kishini bir harom chiqib qoladigan bo'lsa, birovni haqqi, bu imtihon. Alloh taolo chiqardi sizni iymoningizni sinash uchun. Qanchadan qancha masjidga borib, ro'za tutib, namoz o'qib, hajga, umraga borib kelayotganlarni ba'zilari, balkim ko'pchiligi, balkim ozchiligi, lekin ko'pchilik biladi, buni guvoh bo'lgan, qarz oladi, bermay ketadi. Sheriklikka ishlaymiz deydi, pulini oladi, bermay ketadi. Unday bo'ldi, bunday bo'ldi deb bahona topadi. Shunga o'xshagan harom oldidan chiqqanda oladimi? Yo haromdan hazar qiladimi? Bu Alloh taolo meni sinayapti, imtihon qilyapti. Buni hozir men olsam qanday Allohning oldida javob beraman deb agar tark qiladigan bo'lsa, olmaydigan bo'lsa, u imtihondan o'tdi degani bu. Agar uni olsa va o'zicha bir dalillarni izlasa, endi men olmasam boshqasi oladi, yo oldimdan chiqqani endi bu harom bo'lmasa kerak deganga o'xshagan har xil nimalarni qilib agar oladigan bo'lsa, yo birovni haqqini yeb ketadigan bo'lsa, Allohning huzurida javob beradi. Demak, insonning oldidan bu harom o'zidan o'zi chiqib qolmasa kerak, Alloh taolo imtihon qiladi uni. Va toat va ma'siyat bilan qanday imtihon qiladi deyilsa, Alloh taolo toatni berib qo'yadi. Hidoyat va zalolat ham keldi. Toat va hidoyat, agar sizga Alloh taolo hidoyat bergan bo'lsa, Allohning toatida, Rasulining toatida bo'lishni nasib qilgan bo'lsa, taqdiringizga yozgan bo'lsa, bilingki bu Allohning marhamati bu. Siz o'shanga loyiq, munosib, oliyjanob bo'lganingiz uchun emas, boshqalardan ko'ra qandaydir ortiqchalik tarafingіз bo'lgani uchun emas. Alloh taolo sizga marhamat qildi. Inson doim Allohning ne'matlarini oldida o'zini kamtarin olish kerak. Men bunga loyiq emasman, lekin Alloh menga berdi. Men buni shukrini qilishim kerak degan tushunchada bo'lish kerak. Agar shunday tushunchada bo'lsa, inson ne'matni qadriga yetadi. Men bu ne'matga haqli bo'lmasam ham Alloh taolo menga buni marhamat qilib berdi. O'zini fazlidan, marhamatidan berdi buni menga. Bu uchun boshqalarni tanlamadi, meni tanlabdi ekan. Demak, men ko'proq shukr qilishim kerak deb o'ylagan inson shukr qilishga ko'proq intiladi. Agar yo'q, men demakki men bunga loyiq ekanman, munosib ekanman deb o'ylagan inson o'zini katta oladi. Bilmagan holda kibrga ketadi. Bu mu'min insonni axloqidan emas. Va ma'siyat bilan va zalolat bilan imtihon qilishi, inson ma'siyatga tushib qolishi mumkin. Kimnidir g'iybat qilib qo'yadi, kimnidir qalbini og'ritib qo'yadi, qalbini sindirib qo'yadi. Yo boshqa qandaydir bir gunohga kirib qolganda inson yoki bir adashib qolsa biror bir nimada o'zi bilib bilmay, bunday holda ham Alloh taolo bu bandani imtihon qilyapti. Bu banda qaytadimi, tavba qiladimi, qilgan ishiga, xatosiga, bu adashganiga afsus qilib nadomat qiladimi va istig'for aytib bu yo'lidan qaytadimi, yo'qmi? Buni imtihon qiladi Alloh taolo. Qaytganda ham bu kimning fazli bilan qaytdi? Allohning fazli bilan qaytdi. Buni xato ekanini bilganda ham Allohning fazli bilan bu xatoni Alloh bildirdi. Alloh qalbiga soldi shuni, sen xato qilding, o'zingga o'zing zulm qilding degan narsani bir inson xato qilib qo'yib yo bir adashib qolib o'sha adashganini yo xato qilganini bilganda shuni xato ekanini bildirgan Allohga shukr qilish kerak. Demak, insonni butun hayoti imtihon bilan
to'la bo'ladi. Yo yaxshilik bilan, yo yomonlik bilan. Yo ikkalasi bilan ham imtihon qilinadi. Bir yaxshilik keladi, bir qalbni og'ritadigan holatlar keladi, hammasi imtihon. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khayr, va laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra shakar, fakana khayran lahu, va in asabathu darra sabar, fakana khayran lahu." Aytadilar sallallohu alayhi vasallam, mu'minni ishiga ajablanaman. Mu'minning ishi ajablanarlik deydilar. Va inna amrahu kulluhu khayr. Mu'minning ishining hammasi yaxshi, yaxshilik. Mu'min deyaptilar. Alloh taolo bizni mu'minlardan qilsin. Haqiqiy. Uning ishining barchasi xayr deganda, uning holatini, mu'minning barcha holati xayr. Va laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Bu narsa faqatgina mu'min uchun. Haqiqiy bir mu'min insonni holati hammasi xayr. Agar yaxshilik yetsa shukr qiladi, yetgan yaxshilikka, bu mu'minni sifatlab beryaptilar. Shukr qiladi yaxshilikka va bu yaxshilik u uchun haqiqiy yaxshilikka aylanadi. Agar bir zarar yetadigan bo'lsa sabr qiladi, shikoyat qilib, to'palang qilmaydi, nimaga unday, nimaga bunday, men nima qiluvdim deb sabr qiladi. Allohning qadarini bandalariga, insonlarga shikoyat qilmaydi. Allohning qadarini faqatgina Allohning o'ziga shikoyat qilish mumkin, xolos. Sabr qiladi, fakana khayran lahu, va bu yetgan zarar u mu'min uchun yaxshilikka aylanadi. Yaxshilik yetsa shukr qiladi, bu haqiqiy yaxshilikka aylanadi. Yomonlik yetsa, zarar yetsa sabr qiladi, va bu ham yaxshilikka aylanadi. Faqatgina bu mu'min uchun dedilar, shukr qiluvchi va sabr qiluvchi mu'min uchun. Agar shukr qilmasa va sabr qilmasa, demak haqiqiy mu'min bo'lolmaydi va bu savobdan quruq qoladi. Va bu yerda bir tanbih, demak sabr qilolmagan kishi va shukr qilolmagan kishi mu'min emas degan so'z chiqmaydi bundan. U ham mu'min bo'ladi, lekin iymoni zaif, ilmi zaif bo'lgan, tushunchasi zaif bo'lgan bir musulmon bo'ladi u. U ham bir mu'minlar, musulmonlarning safidan, lekin yo iymoni zaif, yo ilmsiz, yo tushunchasi zaif bir nima, yo sabrsiz inson bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Alloh va ma alayhi xati'a." Mu'min erkak va mu'mina ayolga, o'zini joniga, uni bolasiga va moliga balo, zarar kelishda davom etadi, to Allohga yo'liqqanicha va Allohga yo'liqqanida o'limdan keyin uni zimmasida, uni ustida biror xato ham qolmaydi. Alloh taolo balo beradi, qiyinchiliklar beradi, mashaqqatlar beradi, imtihonlar beradi. Mana shu insonni xatolardan, gunohlardan tozalash uchun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa hadisda aytadilar: "Ma min muslimin yusibuhu azam min marad, fama siwahu illa hattallohu bihi sayyiatihi kama tahattu ash-shajaratu waraqaha." Aytadilar sallallohu alayhi vasallam, biror bir musulmonga bir musibat yetsa, bir ozor yetsa, aziyat yetsa, kasallikdan bo'lsin va kasallikdan boshqa aziyat bo'lsa ham, har qanday aziyat, inson yo'lda ketayotganda bir it uni quvladi, qo'rqitdi, ya boshqa bo'ldi, bu ham bir aziyat. Kimdir uni xafa qildi, boshqa qildi, bu ham aziyat.
yo bir molini aldab yeb ketdi, yo bir narsani sotganda aldab, ya'ni yomon narsani sotdi, narxi past narsani qimmatga sotdi masalan, bu ham bir aziyat. Har qanday aziyat yetganda Alloh taolo uni xatolarini, gunohlarini o'chiradi dedilar. Qandayamki daraxt kuzda bargini tashlaganidek. Daraxt kuz vaqtida qishga yaqin kelganda qanday barglarini to'kadigan bo'lsa, Alloh taolo kasallik bilan va qiyinchiliklar bilan, imtihonlar bilan mu'minni, musulmonni gunohlarini to'kadi dedilar. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ma min muslimin yushaku shawkatun fama fawqaha illa kutibat lahu biha daraja va muhiyat anhu biha khati'ah." Biror bir musulmonga bir tikon kirsa yoki undan kattarog'i ozor bersa, tikon eng kichkinasini aytyaptilar, oyog'iga yo bir yeriga tikon sanchildi, yoki undan kattarog'i, ya'ni tikondan kattaroq biror narsa ozor bersa, shu bilan uning darajasi ko'tariladi, daraja yoziladi unga va uni xatosi o'chiriladi. Ato ibn Rabah rahimahulloh aytadilar, u kishi tobiinlardan, menga Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytdilar: "Ala urika imra'atan min ahli janna?" Sizga jannat ahlidan bo'lgan bir ayolni ko'rsataymi dedilar. Qultu bala. Men aytdim, albatta ko'rsating dedim. Qala hadhihi al-mar'atu as-sawda atat an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qalat inni usra va inni atakashshaf fad'u Alloha li. Aytdilar, mana shu qora rangdagi ayol, qora ayol dedilar. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlariga keldilar-da, aytdilar, men hushimdan ketib qolaman, o'zimni yo'qotib qo'yaman. Sara deb inson o'zini yo'qotib yerga yiqilishini aytadi. Buni yiqilganimda avratim ochilib qolishi mumkin. Meni haqqimga Allohdan duo qiling deb so'radilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "In shi'ti sabarti va lakil janna va in shi'ti da'awtu Alloha an yu'afik." Aytdilar, agar xohlasangiz sabr qilasiz shu kasallikka va sizga jannat bo'ladi. Jannat Allohning rasuli bu yerda bashorat beryaptilar. Agar sabr qilsangiz shu kasallikka Alloh taolo beribdi, sabr qilib o'taman desangiz, sizga jannat. Agar istasangiz Allohdan duo qilib so'rayman, sizga ofiyat beradi, shifo beradi. U kishi aytdilar, yo'q ya Rasululloh, men sabr qilaman va mayli jannat bo'lsin. Faqat duo qiling, yiqilganimda avratim ochilib qolmasin, shu yetarli dedilar. Shu yerda ham jannatni afzal bildilar dunyodan ko'ra. Lekin inson yiqilganda avratini o'sha behush yotganda ham avrati ochilib qolishidan ehtiyot bo'lyapti. Shu darajada iffati kuchlik bo'lgan bir ayol bo'lgan radhiyallohu anha. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Robbilaridan rivoyat qilib aytadilar, ya'ni hadis qudusiy bu. Innalloha qol: "Idza ibtalaytu 'abdi bihabibatayhi fasabar, awwadtuhu minhumal jannah." Aytadilar, Alloh taolo shunday dedi: agar men bandamni ikki habibasi bilan, ya'ni ikkita u yaxshi ko'rgan narsasi bilan mubtalo qilsam va u sabr qilsa, deb ikki ko'zini aytayapti Alloh taolo. Ikkita ko'zi, inson ko'zini yaxshi ko'radi, ko'zsiz qiynalib qoladi.
ikkala ko'zini men olib qo'ysam va u menga sabr qiladigan bo'lsa, ikki ko'zini evaziga jannatni beraman dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Alloh taolo iymonimizni mustahkam qilsin, o'zining dinida sobit qilsin, Rasulining sunnatida sobit qilsin. Alloh taolo toqatimizdan tashqari imtihon bermasin, imtihonlarni yengillatsin, ilmimizni, iymonimizni ziyoda qilsin. Subhanakallahumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk.